9-darsligimiz, ya'ni psixologiya darsligiga xush kelibsizlar. Bu juda ham eng kerakli bo'lgan, xuddi risk menejmentga o'xshagan mavzulardan bittasi bo'ladi. Kelinglar psixologiyani 6 turga bo'lib olamiz. Birinchisi ochko'zlik, ikkinchisi qo'rquv, uchinchisi revenge trading, to'rtinchisi FOMO, beshinchisi ishonchni yo'qotish, oltinchisi stop lossni surish. Xo'p, kelinglar birinchi qo'rquvdan boshlaymiz. Qo'rquvda nima bo'ladi? Siz savdo bitimini amalga oshirdingiz, сделкangiz, ya'ni bitimingiz $50 foydada va uni siz sразу foydaga chiqishi bilan, foyda turganini ko'rib turib, sразу yopib qo'yasiz, hali take profitingizga bormasdan turib. Keyin yopganingizdan keyin bozorni kuzatib o'tirasiz. Bozorda уже siz qo'ygan take profitga undan ham yuqoriroqga borgan bo'ladi. Deylik, misol tariqasida $500 foydaga chiqib ketdi. Mana shu qo'rquvni olib tashlash kerak bo'ladi yoki boricha qaror qabul qilish kerak, hazm qilish kerak bo'ladi. Ikkinchisi ochko'zlik, ya'ni siz savdo bitimini amalga oshirdingiz, сделка ochdingiz va take profit stop lossingizni belgiladingiz va o'sha grafikdagi narx harakati sizni take profitingizga qarab kelayotganini siz take profitingizni yana yuqoriroqqa ko'tardingiz va oxir oqibat take profitingizni o'zi urib narx pastga qulash kerak edi, lekin siz take profitingizni surganingiz hisobiga narx sizni take profitingizga yetmasdan turib narx qulaydi va bitimingiz zararda yopiladi. O'zi aslida foydada yopilishi kerak edi. Uchinchisi revenge trading. Revenge trading nima degani? Siz deylik savdo bitimini amalga oshirdingiz, $100 minus qildingiz va mana shu $100 men qaytarib olaman, bozorga hozir adabini beraman, nima qilib bo'lsa ham shuni $200 qilib 2 barobar qilib qaytarib olishim kerak yoki $300 qilib qaytarib olishim kerak deb turib savdoga kirdingiz. Minusdan keyin siz qarabsizki, undan ham kattaroq zarardasiz. Ya'ni $400-500 minusdasiz. Chunki odam bir marta, ikki marta o'sha minus qilgandan keyin uchinchi minusi o'sha katta ehtimol bilan faqat bu yoqda emotsiya rol o'ynaydi, ya'ni azart rol o'ynaydi. Bu yoqda o'sha miya bilan odamning og'ir bosiqligi rol o'ynamaydi. O'shaning uchun revenge trading qilmanglar. Ya'ni bozor bilan qaslashmoqchi bo'lsangiz, sizlar katta ehtimol bilan yutqazasizlar. O'shaning uchun boriga shukur qilib, minusmi, plyusmi shu vaziyatdan unumli foydalanib chiqib ketish kerak bozor. To'rtinchisi FOMO, ya'ni imkoniyatni qo'ldan boy berdingiz. Bozorni texnik analiz qildingiz va qaysidir nuqtaga kelgandan keyin siz savdo bitimini amalga oshirdingiz yoki oshira olmay qoldingiz. Agar siz savdoga kira olmay qolgan bo'lsangiz, narx o'sha yaxshigina impuls bilan ko'tarilib yoki impuls bilan tushgan bo'lsa, siz o'sha yo'q, hozir yana narx o'sha tarafga qarab dalish yuradi degan holatda bitim ochasiz va sizda imkoniyat qo'ldan boy beryapman deb turib bitim ochganingizdan keyin katta ehtimol bilan narx minus qarab ketishi mumkin. Ba'zi holatlarda narx yana kuchli impuls bilan shu tarafga qarab yurishi mumkin, lekin o'sha narx bilasizlar, doim bitta tarafga qarab impuls bilan o'sib, bitta tarafga impuls bilan tushmaydi. Narxda atkat, ya'ni qaytuv degan narsa bor. Как trend narx harakati shunday holatda bo'lishi kerak bo'ladi. Beshinchisi ortiqcha ishonch. Ya'ni siz kun davomida 4 ta 5 ta savdo bitimini amalga oshirdingiz va yaxshigina foydadasiz. O'zingizni bozor qira olaman, trading qira olaman deb o'ylagan holatda yanada ham kattaroq risk bilan bitta, ikkita bitimni amalga oshirib, butun qilgan foydangizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. O'shaning uchun bu narsaga ham qat'iy amal qiling. Oltinchisi, eng muhimi stop lossni o'zgartirish va ko'chirish. Siz bu xatoni iltimos qilmang, chunki nimaga desangiz, $50 zararga rozi bo'lib savdo bitimini amalga oshirdingizmi, stop lossni yana sursam hozir shu joydan qaytadi degan emotsiya bilan undan ham kattaroq, ya'ni 2-3 barobar kattaroq zarar qilishingiz mumkin va u zararni qoplash uchun ancha vaqt kerak bo'ladi, asab kerak bo'ladi. O'shaning uchun stop lossni qo'ydingizmi, u joydan o'zgartirmang. Xulosa shuki, aynan psixologiya juda ham tradingda muhim ahamiyatga ega, xuddi risk menejment bilan ikkalovi juda ham yonma-yon yuradi. Risk menejment va psixologiya joyida bo'lsa, siz albatta prop hisoblarda yaxshigina daromad qilib, imtihonlardan o'tib, xudo xolasa payotda sizlar bilan ko'rishguncha